Dunyoga endigina kelganimizda bizni hali qanday kelajak kutayotganini bilmaymiz. Har yangi kunni tabassum bilan qarshi olib, hayotdan bahra olamiz. Biz yangi do'stlar orttiramiz. Biz yangi bilimlarga ega bo'lamiz. Biz qobiliyatlarimizni rivojlantiramiz. Biz g'alabalarimizdan shodlanamiz. Ota-onalarimiz bizdan ko'proq quvonishadi. Biz o'sib ulg'ayamiz. Biz qaror qabul qilishga o'rganamiz. Biz hammasi o'zimizga bog'liqligini tushunib yetamiz. Bizning g'alabalarimiz ahamiyati yanada oshadi. Biz umr yo'ldoshimizni tanlaymiz. Biz oila quramiz. Biz ishga joylashamiz va hayotimiz ma'nosi yangi tus oladi. Ba'zida qilingan tanlovimiz oqibatlarini o'zgartirib bo'lmaydi. Kelajagimiz faqat bizning qarorimizga bog'liq. Qiladigan tanlovimiz esa faqat bizning ixtiyorimizda. Yorqin o'tmishimizni butunlay o'chirishga tayyormizmi? Nahotki hayotimizni poraga almashtirishga rozi bo'lsak? Biz shunday kelajakni istaymizmi? To'g'ri qaror qabul qil. To'g'ri yo'lni tanla.